أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده تعالى حمد الشاكرين ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين آمين. أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى قال ويأخذ الجمار من الطريق. Biz o'tgan darsda hojilar imom bilan birga kun batgandan keyin Shamda yenib Arafatdan Muzdalifaga qarab mangdi degan. Summa afidu min haythu afada an-nas. Miyada dedi ويأخذ الجمار من الطريق. الجمار جمع جمرة. جمرة degan shaq tashlar, shig'il tash deymiz. At-tajmir desak, shig'il tashni etish endi. Endi shu şeytan bağlanğan baş urullar cemrada batıldı. El-cemratul kubra, el-wusta, suğra. Nemçense bu aşu şığıl taşınla etildiğen caydır. Ha etildiğen nasilden atıldı. Cemrat deniz şunu. Şu cemrat ise şeytanların gösterdi, yani şeytanla bağlanğan cayını gösterdi, hem taşınımı gösterdi. Şu isticmar desek çalma ve taşlarla istinca kılış. Hadiste idestecmarta fe'utir. Niyadede aşu şeytanga atılgan taşlarını Arfat'tan Muzdalifa'ga ketib yo'ldan terib oladi. Lekin endi bu taşlarni nadin tish masalasida Minadan targanlik haqida yoki shundaroq ma'lum bo'lgan hadis kelgan. Lekin Arfat'tan yo Muzdalifadan tiydi deyganga sayilishgan. Lekin avam xalqlar odatda shu biz majlisga borgan chog'da shu Muzdalifada kechida ajal tashlagan. Muzdalifadan tiyish lozim yoki ba'zilar shu Arfatdan ketib Muzdalifaga ketib maktub chiqqandek ashani tiyish lozim deb o'ylab qoladi. Amaliyotda sayyidiston unda ko'rsatma yo'q. Shunga bu tashni Minadan bo'lsin, Muzdalifadan bo'lsin, Arfatdan Muzdalifaga ketib bo'lsin, nadan tirvasak bo'ladi. Falan yerden tervasan delganı sayılışkenmigen. Lekin salaflardan ba'zilardan Muzdalifadan targanlikka kelgan. Ibn Abbas radhiyallohu anhudan kelgan bir hadisda Minadik chog'da Rasululloh sallallohu alayhi vasallam menga kuni Jamratul Aqaba cho'ng shayton tashadigan atiganlikda tugisining ustida turib menga tash tirib bergan degan. Falaqittu lahu hasayatan min hasal khadfi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga men tash terib berdim. Qanday tash desa, hasal khadfi. Khalf degan tashni ikki barmoqni qo'yib, bash barmoq bilan bunda etishni ko'rsatdi. Cho'ng tashni bunda qilinmaydi. Ya'ni bunda etish uchun cho'qim ichkidak, mag'izdak yoki pirchoqdak o'zina bir narsa bo'lishi lozim. Hasal khadfi. Ya'ni bu yerda shu tashning miqdorini ko'rsatdi. التي تضعها على إصبعك وتقذفها بإبهامك فوضعهن في يدي. رسول الله صلى الله عليه وسلم من تربين تشنا قلغا قيا فقال بأمثال هؤلاء مرتين. من مشندا تشنا تربية تشنا لازم. ينا وإياكم والغلو أشرتشتن سقلنا الله. Yani aşırıteş, mesela çoğun nasilini, kaşlarını, kolunu şuna şeytanı tılap atılaştılar. Belki şuna diyen olsun ki فَاِنَّمَا اَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ. Ondan önce taşının miktarı hakkında 70 hasaten kel-baqilla. Baqillaga o'xshash 70 taş terib oladi. Yo'ldan değil. Baqilla Muş Mısır'da Süleyat'ın ful var o. Kızıl bıçak. Yağ gazir deydik o. Dağdıran Xitayça. Uygur ise kızıl bıçak deydik. Oturduğunda yere Muş Mısırlı'nın asas nesliqten muqay. Yaki şu bazı ulamalar ama barmaqning ki kuchinin birinci bölüki tek miqdarda. Undan cho'ng bo'lmaydi deb bekitgan. Bazı ulamalar mesela cho'naq nuqchilik olsun buldu. Yaki yer yanaqı deymiz. Üçkidak, mayaqdak aşında çoğunlukdaki taşlar. İmam Nevevi deydi o, وَلَوْ رَمَا بِأَكْبَرَ مِنْهَا اَوْ أَصْغَرَ جَازَ. Bunundan çoğunlarına ya ki küçüklerine etip kalsa caiz. Lekin sünnet kılıp diyen buldu. Yani taş etiş vücudu çıktan buldu. Lekin sünnetke ve vasatiyetke zid emel diyen buldu.
Bu taşni yo'ldan ter oldik dedi kitobda. Biz Minadan, Muzdalifadan nereden taysi bo'ladi dedi. Tergan chaqda birinchi pokiz joydan terishimiz lozim. İkincisi masjidga kirgan bo'lsa masjidning tashlaridan yig'ib bu yerdan olmaslik lozim. Uchinchisi tash etilgan yerdan tashni yig'ib yana qayta atmaslik lozim. Yuqorida kishilar desak makruh bo'ladi. Lekin shunda demamda, ash 3 turli tashni etib qolsa, yana etish vujud chiqqan bo'ladi. Mal karaha. Yana bir nuqta, Muzdalifadan tash tergan ahvolda kishilar shu Muzdalifaga kirib bilan mashinadan shunda tushib, yer tushgandek qilib tash tergiltirdi. Birinchi qildigan ish shu. Aslida bu yerda birinchi qildigan ish emas, taratilib, sham xuttanni jamlab o'qish, va Alloh taolo zikr etish, kechki tomoq yeydigan bo'lsa yeyilib, uni keyin tash terayli deb qolsak tash tersak bo'ldi. Bo'lmasa minadan tersak bo'ldi. 70 hasotan 70 tal dediş ama biz her günü Muzdalifada mina bağlandan keyin kun chiqqandan keyin birinchi kichik shaytonni qo'yib, ikkinchi o'rta shaytonni qo'yib, uchinchi cho'ng shaytonga 7 tal tashni atamiz. Kichik shayton mina tarafda, undan keyin o'rta shayton, undan keyin Makka tarafda cho'ng shayton. Jamaratul Aqaba degan shu. Yani kurbanlık eğit güne 7 talını lam atımız. Küçük ve oturga atmayın, çoğunluğa 7 tal atımız. Kurbanın ertesi öğüne indirim 3 gün eyyam teşrik. 3 günde 3 şeytanın her biri 7'den her güne 21 taldan cemi 63 tal taş atımız. Birinci günkü kurbanlık 7 lan 60'ını katsak 70 oldu. 3 günde tuluk etmezse 3 gün tuluk etip mangam oldu. Femen ta'accele fi yevmeyn 2 gün etiplam aldırıp mangkasa fela etme aleyh. Buldu. Bundan iken 3 gün eyyam-ı teşrik, 1 gün eğit günü, 4 gün tuluk atıman ise 70 tal taş atılır. Eğer eyyam-ı teşrikten 2 gün turutip qaytib ketay deb qalsa, bu çağda 49 tal taş atkan buldu. Demek cemi taşatılan gün 4 gün, 1 gün eğit güne, 3 gün eyyam-ı teşrik, eyyam-ı teşrikten 2 gün eti tutulan, yani cemi 3 gün eti tutup kaydıman dese ruhsat. 70 senge şu yerden çıkan. وَلَا يُصَلِّي الْمَغْرِبَ حَتَّى يَأْتِيَ الْمُزْدَلِفَةَ فَيُصَلِّيهَا مَعَ الْعِشَاءِ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ. Erpat'ın gün patqandaki mağdok namazşamını okumay. Mən emirimiz. Namazşamını yoldumu okumay, kesip kesinmeyle Muzdalife gelgenden keyin şamını okup onun arkadan xuttanını okuymiz. 2 namazga bir azan to'lab, bir takbir bilan o'qitamiz. Azan bilan takbir tushirishninki soni tushirandi, tushirmamdi. Buningda ulamolar to'plashgan bir ahvol bor. Yani her 2 namazga bir azan to'lab, 2 takbir tushirandi, yoki 2 azan to'lab, 2 takbir tushirandi, yoki azan to'lmaydan 2 takbir tushirandi degandek masalalarda 6 xil qarashlar, bunun o'zini chaqilsa, Hanefi mazhabining qarashida Şamga azan to'lab takbir tushirdi, lekin xutanga azan to'lmaydi, takbirini tushirmaydi. Yani jami bir azan, bir takbir oldu. Yani bir qarashda İmam Şafii'nin yana qarashi takbirni shikatni ayrim tushirmiz, degan azan to'lmaymiz. Bu İmam Ahmadning bir rivoyat, Ishaq ibn Rahoyning qarashi. Yani bir qarashda Şamga azan to'laymiz, ani 2 namozga ayrim takbir tushirmaymiz. Bu İmam Ahmad ibn Hanbalning qarashi, İmam Şafii'ning shunda kelgan bir qarashda, yani İmam Zufarmo mush qarash bo'lgan. Bu İmam Abu Hanifa'ning bir qarashi aslida. İxtilof sababi şu Muzdalifa kelganda 2 namozni jamlab o'qidi degan hadislarda ayrim azan to'limida takbir tushdi, 2 qatim takbir tushdi, 1 qatim takbir tushdi degandek bunda rivoyat kelib qolgachqa ulamolar ba'zi uni bunda oladi. Mesela bir azan bilan 2 takbir tushirdi deb qaraganlar İmam Zufar va Ahmad ibn Hanbal degandek ulamolar Cabir radıyallahu anh'ın şu el-hadis-i tavil de bir neçetin parçala okumadık ama kitapta. Aş hadiste bir edanin ve ikametin de kelgen bu açığa şundalı diğen. Hanefi mezhep ulemaları İbn Ömer radıyallahu anh'ın kelgen hadislerini de diğen. Onun başka hadislerini.
أما تأخير المغرب فلحديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات إلى المزدلفة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة مزدلفة كمان كان شغل آخر من جشواغان فنزل بالشعب رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتغلوا أترك الجلغة الشعب ديان نمازي الجلغة ديان مبلدو ياكي جلغة ديكا الشغل يولانا مكيشتو şu jilg'idagi yani bu ikki taraf tog' bor o'tirib yo'l bo'lgan ekan shu jilg'idagi yo'lda tushib vaqada hajatahu hojat sundirib valam yusbir al-wudu tarat yengil oldi bak to'liq mukammal unda ammay yengil tarat oldi faqultu ya rasululloh as-salah tarat bo'lkin ya rasululloh namoz o'qiymiz deb namoz o'qildi desem faqala as-salatu leysat huna namaz bir emas as-salatu amamak namaz aldığında yani bir rivayette al-musalla amamak muttefakun aleyhi hadis müşahedesine ayırda farakibe felemma ca'al muzdalife sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tövbesini minip namazını okumasından tövbesini minip Muzdalife geldi nezele tövbesinden düşüp fatavadda'a ve asbagal vudu Muzdalife'ye düşkendiğinden keyin to'liq mukammal taharat oldi thumma uqimat as-salah fasalla al-maghrib namozni takbir tushirgandan keyin taomni o'qidi thumma anaqa kullu insanin ba'irahu fi manzilihi hammadan tugunlarimizni o'zimiz turgan joyga cho'ktirdik thumma uqimat al-isha bundan keyin xutbanga takbir tushirildi fasalla namozni o'qidi va lam yusalli baynahuma ikki namozning oralig'ida boshqa namoz o'qimadi nafla yo sunnat namoz o'qimadi bu Buxoriyning lafzi hadis muttafaqun alayh bundan keyin bu yerda sunnat o'g'ini sham namozini Muzdalifaga borgan qadar o'qimaslik sunnat hatto sham namozining vaqti ketsa-mu Muzdalifa berib o'qiymiz biz bak taqodarlik qilmanda inna salat kanat alal mu'minin kitaban mawquta bu namoz shamni vaqti ketsa-mu o'qimayman qilam to'q deb tursa bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sunnati Cennet okuşları şanlı vakti çıktı yaptığını vakti kaybolsa üzerinde orada da asker adet seferde yani bir vaziyatta cemlet namazı okuş yok. Cemlet okugan rivayet keldi o dese ya bu şekli cemligen ahval yani Şam'ın vakti çıktıydı 5 minut tağanca Şam'ı okup yani Şam'ı okup sırada rahmetullah da turuşuğa tutanma vakti kirgendiken andın da vakti okugan ve her ikisi öz vaktinde okulgan lekin görünüşte arıqmarda okugandak bir vakti okulgandak görengen deydi. Yani bir vaziyatta şu Arafat bilan Muzdalifada ikki o'rindan jamlab namoz o'qiydi. Uning boshqa o'qishlar hadisga qolgan taqdirda shu shakli suri deb qaraydi. Al-Mushahada Muzdalifada namoz jamlab o'qilganlikqa ittifoq bor. İcma. Rasulullohning sunnati. Lekin bu yerga jamlash biz yuqorida Minada qasr qilishni masalan, Arafatda jamlashni nima sababdan deb ta'kidlayapmizda bu safar uchunmi yoki haj faoliyati uchunmi bemasa ulamolar hisoblashgan agar safar uchun deb qolsak Makkalik, Muzdalifalik, Arafotlik kishi bo'lib qolsa to'liq o'qiydi degan zaman jamla o'qiydi deymiz mishada agar jamlab o'qish safar uchun deb qolsak Mekke ahalisi qolsin ya şu atrofdagi Muzdalifa, Arafat, Minadan kelib qolgan bo'lib qolsa jamlamay o'qiydi deymiz. Agar bu haj faoliyati uchun deb qolsak Makkalik va Minalik, Muzdalifalik bo'lib qolsa jamlab o'qiyverdi deymiz. قال وأما الجمع بينهما بأذان وإقامة أن yuqorida Sham bilan xutbani bir azan va bir takbir bilan jamlab o'qiydi degan to'q. Bunun delili fali rivayet Cabir radıyallahu anhu enne Nebi sallallahu aleyhi ve sellem feale kederik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şulaki galib. Dikkat kısanla Cabir radıyallahu anhu'nun hadisi de fasalla biha el-maghribe vel-işâ'e bi-edanin vahidin ve ikameteyn debkegen. Doğrusu Cabir radıyallahu anhu'nun hadisi Hanefi mezhebinin maktab kelgan qarashiga dalilemez. Bu İmam Ahmed'nin ve İmam Züfer'nin qarashiga dalil bo'laydi. kişiler esnaflar
Bu Arpat'taki ahol. Bu ikkisining farqi anında Arpat'taki o'qishda asr o'zining vaqtida o'qilmagan. Asr burun o'qilgan. Ham bu yerda Xufdan o'zining vaqtida o'qildi. Hali Shamimo kechiktirib Xufda vaqtida o'qilgan ekan, Xufdan o'z vaqtida o'qilgan ekan, buni ayrim takbir tushirib bunda azon to'lash ketmaydi deb qaraydi. Bundan ki meğer bir kitapta Rivayet-i Cabir radıyallahu anh hadisi Hanifi mezhebke delil bulamay. Eğer delil buldu diyen takdirde nime delil oldu? Ezanla tekbir okudallıkla delil oldu. Çünkü bazı ulamalar ezanı tolmaydı, tekbir müşürmayla okuyuverdi diyenler var. Şunu kartta delil oluşurken ya ki ezan bir kıtım okuydu diyen delil oldu. Lakin tekbirin iki kıtım okuydu diyenge Hanifi mezhebinin aleyhide delil oldu. Kitapta şunu ekip koydum. Betna aslı karsanlar fasalla bihal magribe vel isha bi ezanin vahidin ve ikameteyn dedi. Niçin de Hanifi mezhep Cabir radıyallahu anh'ın müşahadesine bir ezan to'laymiz, bir tekbir tushiramiz, ikkinchi tekbirni tushirmaymiz deb turib bu hadisni olmadi. Chunki buningga o'xshamaydigan boshqa hadislar kelib qolgan. Başka hadisler geldi. Mesela Ebu Eyyub El-Ansari radıyallahu anh hadisinde enne Nebi sallallahu aleyhi ve sellem salla binal magribe vel işâ bil Muzdalife bi edanin ve ikame. İmam Tahavi ve İbn Abi Şeybe rivayet edilen. Yani İbn Ömer radıyallahu anh'dan enne Nebi sallallahu aleyhi ve sellem cema'a beynel magribe vel işâ bi cem'in bi ikametin vahide. Nasıl Müslüman rivayeti? Lakin bir tekbir bilan ikki namozni o'qidi degan sayyidim bo'lg'achqa Jabir radhiyallohu anh'ni boshlagan bo'lsa, Hanifi mazhab bir azam bir tekbir bilan degan rivoyatni oldi. Ma'qulsizmi dalilimiz borkan, ishki sahih ekan. Nima uchun anamay ma'no oldingiz tarjih qilganligining dalili nima desa, Hanifi mazhabda chunki bir tekbir bir azan bilan o'qiydi degan rivoyat bir necha sahobadan kelgan. At-tarjih bi kasratir rivoyat deymiz. Raviylar soni qarab bir sahoba rivoyat qilgan qaranma, ikki sahoba rivoyat qilganni olmaz, ma'igir rasulud. Bu bir. İkincisi, bunu ig'irlashtiradigan yana bir omil bor, u bo'lsa, xili ko'p sahobadan shunda amal qilganlik kelgan, ya'ni amali sahoba. Mesela Hazreti Ali ibn Mesud radıyallahu anh'dan inne salatal cem'a yani salatal cem'a diyen salatul Muzdalife diyen bu. Cem'a diyen sözünü biz Muzdalife tutup koyalım. İnne salatal cem'a bi edanin ve ikame. Bu İbn Abi Şeybe rivayet kılan mevkuf hadis. Yani Rava Sa'id bin Cübeyr kâle afadna ma Abdullah ibn Umar radıyallahu anh'a min Arafat fasalla min al-maghrib wal-isha bi iqamatin wahida والتفت إلينا فقال هكذا صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bu Müslim ve Ebu Davud rivayeti. Yani ya da Resulullah'ın rivayetlerini Cabir radıyallahu anh'ın hadisiyle tanıştırız ama İbn Ömer'in uzun kıygaşı marivayetini rivayet dedik. Çünkü bir yerde bir kaydı var. متى تعارض عن النبي صلى الله عليه وسلم خبران كان الذي وافقته عمل الصحابة أولى. بهذا الصحابة kiramlardan kelgan amal hadisdan sirt ortiq bo'lg'achqa mushu ig'ir vasulu deb Hanifi mazhab mushuni oldi. قال ولأن العشاء في وقتها. Nima uchun arpatda ikki qatim takbir tushirgan? Bir qatim tekbir tushiramiz deysiz desa, chunki bu yerda Xufdan o'z vaqtida o'qildi. Lekin Arfatda asr o'z vaqtida o'qilmagan. Shama asrni biz peshin vaqtida o'qirayotgan. Shunga Muzdalifada Xufdan o'z vaqtida o'qilgachqa fala hajata ila al-i'lami bi vaqtiha. Uning vaqtini uqtirishga hojatsiz, ya'ni azan to'lanmaydi. Tekbir tushirilmaydi demak. Chunki hamma kishilar İmam şuna turuplam namazı kulak qilgan bo'lsa, Xufdan o'tdi deb o'ylaydim. Bi xilafil asr yawm Arafa. Arafat kunidagi asr namozi unda emas, ya'ni o'z vaqtida o'qilgan emas. Va la yatatawwa'u baynahuma. Sham bilan Xufdan oraliqida nafl namoz o'qimaydi. Li'annahu yaqta'ul jam'a. Chunki nafl namoz o'qisa, ikki namozni jamlab o'qigan bo'lmay, oraliq berib o'qigan bo'ldi.
فإن تطوع eğer arlıqda namaz o'qib qolsa, aw ishtaghala bi shay'in akhar yoki undan boshqa bir ish bilan mashg'ul bo'lib qolsa, masalan kechki tamoqni yeyish degandek, aada al-iqama takbirni qaytadan tushirdi, ya'ni xutbanga ayrim takbir tushirdi. لأنه انقطع حكم الإقامة الأولى çünkü başka iş bilan mashg'ul bo'lgandan keyin hatto sunnat namoz o'qisimi farzdan boshqa ish bilan mashg'ul bo'lgandan keyin birinchi takbirninki hukmi to'xtab qolgan, yani takbir so'yib qolgan deymiz-ku biz. Takbir so'yib qoldi deymiz. Takbir so'yib qolgan bo'ldi. İbn Mas'ud radhiyallohu anhu Sahih Buxoriyda kelishicha keyingi zamonlarda Amirul Haj bo'lib, hajga imom bo'lib borgan vaqtida Muzdalifaga tushib, Shamni o'qitib, unga ikki rakat Shamning sunnatini o'qitib, undan keyin tushlik tamoqni yeb, ondan xutbani o'qigan. Onda ayrim takbir tushgan. Mana diqqat qilsanglar, Sahih Buxoriyga Ibn Mas'udning rivoyati safarda sunnat namozni o'qisa bo'lmaydi degan deydi. Safar sunnat namoz o'qish degan qarash bor. Mana Sahih Buxoriyga rivoyat. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu shu Kufadan keldi-ku. Kufadan kelib Muzdalifada Sham o'qib bo'lganiga shirkat sunnat o'qidi. Yani sunnat o'qisa bo'ladi. O'sha rivoyatga asosan. قال ولو صلى المغرب في الطريق أو بعرفة Muzdalifaga mangan kishi erpatda kun patqanligi namozning vaqti kun patdi shamning vaqti kelib qoldi men o'qitmay juma deb qolsa yoki yo'lda ketib tursa kechikib qolgan bo'lsa bek kechikib ketdim namoz shamni yo'lda o'qib olay deb qolgan bo'lsa lam yujzihi u namoz sham hisob bo'lmaydi. Qayta o'qish lozim. Rasululloh qanday o'qigan? Shu Muzdalifaga o'qigan. Kechik kesimi sahabadan bilsa Usama bin Zayd radhiyallohu anhu dedi-ku, "As-salat ya Rasululloh" namoz o'qisa. Shamning vaqti hali bijaga borgandan keyin nega başı? As-salat namoz o'qisa o'qitsa. As-salatu amamak. Yoki al-musalla amamak. Namozda oldingda, namoz o'qigan joy oldingda turib, ya namoz o'qimaysan. Ya'ni bu shariat shunda demak. Shu ashadiston oyida ta'kidlab qo'ygan bir jumla intayin muhim. Mana va iyyakum wal ghulu. Yani çekten qat'i aşırsanmanlar, bekli qatlanlar. فَاِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ İlgirikilerine muş iş halak kılak yani. Şu şeytana taşırkan çağdım o, üçkidek, güllüdek taşırsan buldu, onu taşını eter. O taşanı ısının beşirdeki yere yetişi mümkün. Bir vakıda şunda hatırlıklı taşırtılgan cayla, haziran misal hatırcan buldu. Burun Şiktaşla teklif ettim. Yani bu şu namaz şamma vaktini çıkır ötüp aşın Muzdalifaga berip o'qishma bu şeriat aşında kösüp namaz vakti ötekesin meyli var meyli musunnet deymiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin sünneti bu şu deymiz. Yerden da sünnet kâgen boş aynen ibadet kılış. El-ibadetu bima şuri'a. Bu bakmayın. Amel salih bulaş için sağlam buluş şeriatı muvafık bulaş lazım. İhlas bulaş lazım. Yani bir mezhepte ama köp ulamaların üstüne karaydı o. Yani bir mezhepte olmaz. O yolda yani bizden ki bağlamayı turup Şam'ı okutup kalsa o isap olmaydı o dedi. Yani lem yüzî diyenin maalesef sen kayıt okuşun gerek değil. Ve kâle Ebu Yusuf'a rahimahullah yüzîhi. İmam Ebu Yusuf rahmetullahi aleyh Şam'ı geldiğinden sakıtıldı aşı okukallık ya. Kayıt okumusun buldu. Yennehu sallaha fi vaktiha. Çünkü bu kişi Şam'ı öz vaktinde okukan buldu değil. İnne salata kânet alel mu'minine kitaben mevkuta. Öz vaktinde okudu mu? Okudu. Yani meselede yani Şam'ı çokum aşı Muzdalifa'ya verip okumasan bulmaydı diyen meselede İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh Şam bilen hutbeni Muzdalifa'ya verişten burun okuvasa kayıt okuş lazım da paraydı. Bu hutban vakti kirişten burun bolsun, hutban vakti kirgenden kim bolsun okşaş. Bundan keyin Muzdalifa'ya bağlandan keyin ikki namazını kayıtılap okuydu. Fakat lamında tang kichikgina vaqt qolgan bo'lsa, qisilib qolgan bo'lsa, so'g'irliq vaqt bo'lib qoldi. Tang atay deb qoldi, biz Muzdalifaga berib bo'lamidik. Shamda shal o'qiydi desa. Shu chaq qisilib qolgan ahvolda shu chaqda Muzdalifaga bormay turib, Shamni o'qiyotsan mayli. Mush ahvolda Muzdalifaga borgandan keyin qayta o'qimaysa deb qaraydi.
Sufyan Savri'mi shunda qaragan. İmam Malikmi Muzdalifaga berishdan ilgari uzrsiz holatda o'qimaydi. Cho'qim Muzdalifaga berib o'qiydi. Uzrlik bo'lib qolsa, mayli. Yani Abu Yusuf ve İmam Şafii ve Evzai bular evzel bo'g'ini, sunnat bo'g'ini Muzdalifada ishki namozda o'qish jamlab. Ammo sham vaqtida, yaqut vaqtida Muzdalifaga berishdan burun Arfat zaminida yoki yo'lda ikkisini o'qitib qolsa yoki birisini o'qitib qolsa, changmasa o'z vaqtida o'qidi, mayli joiz bo'lib ketaverdi dedi. Yani bunun ikkisini cho'qim Muzdalifada o'qimasam bo'ldi, sunnat afzali shu. Lekin undan birini o'qitib qolsam mayli deb Abu Yusuf bilan İmam Şafii. Evet, bu mazhabning dalili şu Usama ibn Zayd radhiyallohu anhu'ning hadisida as-salatu amamak, yani al-musalla amamak dedi bir rivayette, Buxoriy rivayette. Şu dalil. ولنا ما تقدم من حديث أسامة رضي الله عنه أن الصلاة أمامك المصلى أمامك ديان حديث بزنان دليل ماز قال ويقضيها ما لم تطلع الشمس ويقضيها يعني شام يولدا وقت كان بوسا مزدلفة باغنين كان قايت أقيدو ما لم تطلع الشمس اختيارنا بعض نسخلدا ما لم تطلع الفجر يعني yani tang etib qolmagan bo'lsa dedi. Bunda tang etib qolay deb qolgan bo'lsa, qanday qildi? Yo'lda o'qisi bo'ldi. Keyin qazo qilmaydi, yani i'ada qilmaydi degan gap chiqdi. Fayda talat shams yoki al-fajr fala qadaa. Kun chiqib qoldi yoki tang etib qolgan bo'lsa, yo'lda o'qiyotgan bo'lsa, mayli bo'ldi. Yani tang atqicha Muzdalifaga berib qo'yilmay, yo'lda o'qiyotgan bo'lsa, Muzdalifaga borgandan keyin qazosini qilmoqchi bo'ldi. Çünkü bu tang atqicha qaytalash lozimdi. Shunama qaytalasa, undan keyin sham bilan xutanni jamlab o'qigan bo'ldi. Agar tang etib qolsa, jamlab o'qish mumkin bo'lmaydi. Shunga uni i'ada qilishmo gardindan saqit qilib keladi. Li'annahu fata vaqtul jam'. Çünkü bu yerda jamlaydigan vaqt qo'ldan ketadi. وينبغي أن ينزل بقرب الجبل الذي عليه الميقدة Muzdalifaga borgandan keyin o't yiqiladigan tog'ning beqiniga tushishi lozim. Yanbag'i degan vojib sunnat arliqiroq shunday ishni yanbag'i deb ifodalaydi bu mazhabda. La yanbag'i desa makruhliklar haramlikqa bordi. Li'annahu sallallohu alayhi vasallam waqafa hunak. Çünkü Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shu joyda turgan. Bu miqada Quzah tığının üstü. Nima uchun miqat deb atalgan? Chunki jahiliyatda bu tağning üstü yuzaga o't qolaydi. O't qalab masalan bu mash'arul haram mana. Deb shu ajlar belgi qilish uchun. Keyin Harun Rashid zamonlarida cho'ng Shamga o'tgan bo'lgan. Shamni. Yoksa unda o'tda chiqadi. Shunda belgi qilish uchun o'qigan bu. Yani şu Kuzah'taki el-Meş'aril Haram şu. Yani Muzdalifa'daki şu emmeden bildiğin tağ bu tağda yani şu tağın bakımda mescid var. Taze mescid var. Ayette dilgo فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ Arfat'ın jundalan vurrudu kuyulup manga vaxtınlarda Meş'aril Haram'ın qeşida Kuzah terinin qeşida Allah Teala zikr ettanlar dedi. Bu şu el-Meş'aril Haram nimde tefsir kılınırsa fuqahalar Meş'aril Haram degen Cebel Kuzah miqada ba tağını Meş'aril Haram deyimiz dedi. Mufassirlerin köpçülüğü ve tarihşünaslar, siret ulemaları ve hadis ulemalarının köpçülüğü Muzdalifa'nın hemmisini Meş'aril Haram'dayız. Yani el-Meş'aril Haram diyen Muzdalifa kulluha bunda tefsir kılır. Çünkü böyle şıkıl karşı el-Meş'aril Haram'ın tefsiri. Biri fuqahalar köpçülüğü esasen bu Cebel Kuzah. Lakin haca Cebel Kuzah'ın bakımını kelip şöyle türde o deydi. Köpçülük
Mufassirlar el-Meş'arul Haram ay Muzdalifadan ibaret emmesi. O tağı olsun, tağının bakını olsun ya matrap olsun. Bir tarafı Arpat kadar, Arpat'dan Nemire kadar, yani bir tarafı Mina Baba tarafı Vadi Muhassir kadar. Şu aralıkların hemmesi el-Meş'arul Haram bulduğu repraydı. Cumhur mufassirler. Elmiyada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu Cebel Kuzah'nın kaşığı düşken bu vaçka şu sünnet ya ki sünnette misal canlıkrak. Çünkü ayette Fadkurullah indel meş'aril haram yani ki bu aç tağında kalsak şu tağının bakın durup Allah'tan zikir kılınlar yani ki vacipka verip kalıdı. Şunu yemdagi degan sözünü işlettim. Degan xulos qilsak Muzdalifaga tavalam zimin bo'lsa shu yerda to'si buldi. Lekin Jabal Quzahning keshib turish sunnat. Xudosi Arpadning ham yer to'saq buldi. Lekin Jabal Rahmanning keshib turish sunnat bo'lgandek. Qala va yabitu biha wa hiya sunnatun. Muzdalifada qo'nadi, mush qonashning o'zi sunnatdir. Ulamolar Muzdalifada qonashning hukmida ixtiloflashgan. Hanefi mazhabga qarashda Minada qo'nash sunnat. Qonab qolsa, nayt yaxshi qilgan bo'ldi, sunnatni ado qilgan bo'ldi. Qonamay qolsa, buni hech gap bo'lmaydi. Ya'ni qon kelmaydi. Sunnat desa qon kelmaydi qo'nmagan taqdirda. Ikkinchi qarab Maliki, Shafi'i, Hanbali jumhur ulamolar vojib, ya'ni al-mabit bil Muzdalifa vojib deb qo'ydi. Vojib desak bunun qarshi bo'yicha agar qo'nmay bir soat turiblam ketib qolsa qon keladi. Ya'ni ba'zi ulamolar, ba'zi sahoba va tabi'in va zariylar qo'nash rukn, ajning bir parchasi shu. Agar qo'nmasangiz ajingiz aj bo'lmadi. Xuddi Arbat turmasa aj bo'lmadi. Ana Hanefi mazhab shu Muzdalifada qo'nashning sunnatligiga xili obdan dalillarni kelgan. Yani cumhurning qarshi vojib degan bo'lsa-mu, Hanefi mazhab yolg'iz bu sunnat degan bo'lsa, lekin dalili kuchli. Masalan, Abdurrahman ibn Ya'mur ad-Dili radhiyallohu anhu rivoyat qilgan bir hadisda al-hajj arafa. Biz buni kitobda o'qidik. Al-hajj arafa. Man jaa laylata jam'in qabla tulu'il fajr faqad adraka. Bu sahabe şunda keçip kelib qolgan bo'lsa, Rasulullohdan so'rgan vaqtida bunda degan. Men jaa laylata jam'in qabla tulu'il fajr. Muzdalifa kechasi tong otishdan burun kelsa, hajga yetishib olgan bo'ladi dedi. Bu Muzdalifa kechasi deganimiz na kelsa Arpat kelib olsa, Muzdalifaga mangan namazshamilar ma'muzga shu chaqda mangan chaqda shu kecha kechki adam vajiblar namazshamni bundan mamay ajratım Arpat kelsa, shu kishi Arpat bir soat turib olsa, faqat tamma hajju demakchi. Bu Abu Davud, Tirmizi, Sunan 5 kitobda rivoyat qilgan, Ibn Huzayma va Darqutni qatorligi saydiga hadis. Yani bu hadisdan olgan dalolat, kechida Arpatda bir qismida turib olsa dedi-ku, tong atgan qadar bir qismi turib olsa degan tong atishga yaqin kelib bir saat turib mangsa kechki Muzdalifada qo'nmagan bo'ladi. Ya qo'nolmaydi. Lekin haji tamom bo'lib qoldi deganligi qo'nashningki vojib emasligini ko'rsatdi. Ikkinchi hadis Urva ibn Mudarris at-Ta'i radhiyallohu anhu qala ataytu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bil mawqifi ya'ni bi jam'in. Ya'ni bi jam'in degani o'sha mawqifning maqsad Muzdalifadagi turayotgan joyga keldim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oxiri yetishib keldim. Qultu ji'tu ya Rasululloh min Jabal Tay. Men Tay tag'idan kelgandim. Aklaltu matiyati uluqimni qattiq qadiratdim. Ve at'abtu nafsi üzemmi qattiq charchab ketdim. Vallahi ma taraktu min jabalin illa waqaftu alayh. Men shu yo'landagi har bir tog'ni bir qatimdan turib bunda keldim. Yani uzun yollarni besib keldim demakchi. Fahalli min hajjin. Mana haj puristi bormi yo'qmi dedim. Faqala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam
Men adraka ma'na hadhihi as-salah. Mush namoz hozir Muzdalifadagi bomdod namozi. Kimki biz bilan birga Muzdalifadagi bomdod namoziga yetishgan bo'lsa, va ata Arafat qabla unda ilgari Arafatga kelib, qabla laylan aw nahara kechsa kunduzi kelib Arafatda turayotgan bo'lsa, faqad atamma hajjahu va qada tafata. Hajini tamomlagan va butun haj faoliyatlarini o'rindigan hisobda dedi. Bu Sunan kitoblardan 5 kitobda rivoyat qilgan Imom Tirmiziy Sahih degan va Imom Navoiy va Darqutnilarning Sahih degan. Yana ulamoning ijmo bor. Arafat tig'ida bomdod qadar arliqda bir soat tursa, to'g'ri bo'ldi deb ijmo bo'ldi. Undan keyin bomdod qadar bir soat tursa, haj tamom bo'lgan bo'lsa, Muzdalifada qo'nashga vaqt qolamdi. Olmaydi. Undan keyin haj tamom bo'ldi, uni sadaq yo'q. Bundan boshqa Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ba'zi ojiz kishilar qadva qilganlarni ruxsat qilib, Muzdalifada qo'nsa bo'ldi degandek ruxsat qilgan ekan. Bu sünnetke de düşende yapılmazdı. Hala, summa yusallil fajr bi ghalas. Ondan keyin Muzdalifada qo'ngandan keyin tangassa bomdod namozini qarang'idan o'qitdi. Kaza rawa ibn Mas'ud radhiyallohu anhu an nabiy sallallohu alayhi vasallam. Niçin qarang'idan o'qitdi? Va liyatafarraga lil wuqufi va du'a. Birinchisi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday qilgan bo'lg'achqa, ikkinchisi bundan biz tushundigan yana bir maqsad shu Muzdalifada Mash'arul Haromni qishib turib, tazkurulloh indal Mash'arul Harom degan bo'lg'achqa, shu joyda turib Alloh taolo zikr qilib olishga vaqt chiqarish uchun, burroq berib ashada duo qilish uchun deymiz. İbn Mas'ud radhiyallohu anhu Sahih Buxoriy rivoyat qilgan hadisida qala ma ra'aytu an-nabiy sallallohu alayhi vasallam salla salatan bighayri miqatiha illa salatayn jama'a bayna al-maghrib wal-isha wa salla al-fajr qabla miqatiha. Ma Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir namozni o'zining vaqtidan boshqa vaqtda o'qiganligini ko'rib bakmagan. Faqat ikki namozni odatlangan vaqtidan boshqa o'qidi. Tam bilan Shamni biraqlam jamlab o'qiyapti. Ya'ni bu yerda Sham o'z vaqtida o'qilmagan namozning biri. Ikkinchisi va sallal fajr qabla miqatiha. Bomdodni odatdagi vaqtidan biri bilan o'qiyapti. Yana Imom Buxoriy Sahih rivoyat qildi an Abdurrahman ibn Yazid qala kharajtu ma Abdullah radhiyallohu anhu. Man Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu bilan birga Makka chiqdim. إلى مكة ثم قدمنا جمعا من كم Muzdalifga keldik فصلى الصلاتين عندن ابن مسعود رضي الله عنه ikki namozni o'qidi Sham bilan Xitoyni كل صلاة وحدها har bir namozni ayrim o'qidi bi azan va iqama har bir namozni bir azan va bir takbir bilan o'qidi wal asha baynahuma arliqda kechki tamoq qildi ثم صلى الفجر ondan keyin bomdod namozini o'qidi hina tala al fajr bomdodni tong atgandan keyin o'qidi bu tong atgandan keyin o'qidi deganligi ilgirgi hadisda salla qabla miqatiha degan odatda o'qiydigan vaqtidan burroq o'qidi deganni ko'rsatdi qailun yaqulu tala al fajr va qailun yaqulu lam yatla al fajr tong atganda o'qidi lekin ba'zi kishilar yo'q tong atdi desa ba'zi yo'q tong atmadi deb qoldigan vaqtda shunda da'vatga bir chog'da o'qidi summa qala inna rasululloh sallallohu alayhi vasallam qala inna hatayn as-salatayn huwilata an vaqtihima ash ikki namoz o'zining odatdagi vaqtidan o'zgartirilgan fi hada al-makan mush joyda al-maghrib va al-isha mana Sham bilan Xitoy Sham vaqt o'zgartirildi degandek kechiktirildi fala yaqdamun nasu jam'an hatta yu'timun shunga kishilar Muzdalifaga Xitoydan bo'lgan qadar kelmaydi ya'ni kelib qolmaydi shuna bo'lg'achqa namoz shamni o'qimay Xitoy vaqtlarda andin Muzdalifaga keladi hojilar va salat al-fajr ikkinchi namoz bomdod namozi hadihi sa'a bomdod namozi bo'lsa mana shu vaqtda soat o'qiymiz dedi summa waqafa hatta asfar andin shu Mash'arul Haromda shu tog'ning tuyida turib tong yorug'on qadar duo va zikr va talbiya bilan turdi ma kitobda Ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan deb hadisni kelmagan biz hadisni kelib qo'yamiz
Yani bunda sahih hadislarni biz dersimizga kitobimizga kirgizsak, ders sharaflangan gap. Kitobimiz sharaflangan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadislar. Boshqa hamma gaplar qilib Rasulullohning hadisini ekanmi, hadisimda kelib qolgan deb o'tib ketsak bo'lmaydi. Qala ثم يقف بالمشعر الحرام فاذكر الله عند المشعر الحرام degan bo'g'achqa bomdod namozni o'qib bo'lgandan keyin Muzdalifadagi tog'ning qishida turdi. Tog'ning qishida bo'lmasa-mu, tog'ning qishida turish afzal. Uni boshqa Muzdalifaning qaysi joyi tursa bo'ldi dedi. Al-Mash'ar al-Haram Muzdalifa yoki Ashtaq. Bu yerda Mash'ar al-Haramda turishning hukmi degan masala chiqdi. Yuqorida Ibn qarshida Muzdalifada qo'nash sunnatidir. Lekin mishaz bir turib Allohdan zikr qilish vojib. Boshqasini ayirmasa bo'lmaydi. Qo'nashning hukmi sunnat. Ana ashad zikr uchun birdan turish vojib. Mesela birisi Erpat'tan Muzdalifaga kirmaylamsizda aylanib Minoga ketib qolishgan bir qo'y qan keldi deydi. Lekin Muzdalifadan unda o'tib ketib aldirmay piyoda mangdi yoki mashina bilan mangdi. Bunda o'tib ketishgan bu turish vujud qilishda ashada buning puti yoki shu jismi shu Muzdalifada bo'ldimi bo'ldi. Tudimi tudi. Qo'lmusimi qo'na sunnat degandan qan kelmaydi deymiz. İşte Mash'ar al-Haramda tudi bu. Lekin Mash'ar al-Haram kelmay boshqada oylik Muzdalifaga ketib qolsa vojibni tark qildi deydi. Bu ikkisini da ayiramiz. Ya'ni shu hajninki vojibatlarining bir parchasi bu. Bunda asosan to'rt mazhab ittifoq. Ba'zi mazhablar sunnat deb qo'yish mumkin. Aş ayatdan da fayda afattum min arafatin fazkurullah indal mash'ar al-haram degan bo'g'achqa Mash'ar al-Haramning qishida Allohdan zikr qilish uchun ash adam eşyal bo'lish lozim. Bu yer puti dastlab baqma ya mashina ustida bir baqmasi u yerda zikr qilinmaydi. Bu nima ko'rsatdi? Vojib. Fazkurullah indal mash'ar al-haram. Mash'ar al-haram Muzdalifada ya tog'ning qishida Alloh taolo zikr aytinglar degan sen eşyali zikr etishdan eşyada bir turishing lozim degan bir buyruq vojibni bildirdi. Yana Urva ibn Mudarris radhiyallohu anhu biz yuqorida bayon qilgan hadisda من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع يعني منا باغن قدر مشاهده بمدتنا وقف زلم بالتوسا وقد وقف بعرفة قبل ليلا أو نهارا عند الجرى أربعة كتسا كندز بردم توغن بوسا فقد أتم حجه وقضى تفته. Çünkü müşahedeste bizden bilmemiz namazını okup Mina ketken kadar tuğan bolsa diyenin müşahede turuş bir xil vacibin gösterdi. Yani Cabir'nin şu uzun hadisinde وَصَلَّ الصُّبْحَ حِينَ تَبَيَّنَ الصُّبْحِ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتَّى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ Şu rivayet mi? Eşya turuşunun vacibini gösterdi. Endi Muzdalifada vacib turishni tu'midi. Eşya faqat turib baqmidi. Turishni vacib ise faqat turib baqmiz shu. Hukmining bo'ldi. Haji to'g'ri bo'ldi. Lekin qon keldi. Faqatlam uzrlik bo'lib qolsa qon kelmaydi. Uzrlik mishada, masalan kasal, ojiz va undan boshqa uzr so'z kishi bo'lib qolsa, unda turolmaydan ketib qolsa hech gap bo'lmaydi. Yani turishni biz aşağıdan fakat o'tib baqmasa to'mdi degan gap bo'ldi dedi. Lekin aşağıda o'ssa mana Muzdalifada bir o'ssa turish chiqdi. To'maylamayda minogatlab ketgan bo'lsa o'zri so'ra masalan yo jiddiy kasallik qilib jiddiy qutulisi mashunda tikishar bilan Makkaga esirib ketdi masalan. Unda kishilar qolsa qamsaq qildi deymiz. Yani bu kan gelişi tutmazlar ittifak onunda. Vacip diyendikken kan gelişi ittifak. Çünkü İbn Abbas radıyallahu anh'ın şunda sözü var. Men nesiye min nusukihi şey'en ev terekehu fel yuhrik dema. İmam Bayhaqi rivayet ediyor. قال ويدعو ويجتهد في الدعاء. Mash'ar al-Haramni bomdatdan keyin Muzdalifada Muzdalifaga shu tog'ning qishida turib qattiq duo qildi. Fazkurullah indal mash'ar al-haram degan bo'g'achqa. Shu zikrning ichida duo, takbir, tahlil, talbiya, tasbih hammasi bor. Kama marra bi Arafa, Arafat qilganda qiladi. Hamma shu kunlarni, ulug' kunlarning jumlasidan, ash 10 kunning jumlasidan bo'g'achqa.
ويستحب أن يقول إذا نزل بها مزدلفة شكا وقتها من دب دعاء قلشة مستحب اللهم هذه مزدلفة وجمع يا الله من هو مزدلفة وجمع ديان جاي يعني جمع ديان شو مزدلفة شو مزدلفة اسمه يعني خلائق عند توقن الترغم مزدلفة مشو أسألك أن ترزقني جوامع الخير Bana xeyirlikni, yaxshilikni, jig'indilarni rizq qilib ato qilishingni tilayman. Vaj'alni mimman sa'alaka fa'atayta. Meni sendan tilagan va sen tilaganni berganlardan tilab o'tkaysan. Va da'aka fa'ajabta. Va sana duo qilgan va sen duosini ijobat qilib o'tganlardan qilib o'tkaysan. وتوكل عليك فكفيت sana tevekkül qilgan sanla tayangan neticede sen onu kifayet qilgan kishilardan qilib o'tkaysan va amana bika fahadayta sana iman etgan ishongan va sen to'g'ri yo'lga yetaklaganlardan qilib o'tkaysan وإذا فرغ من الصلاتين يقول شامل خطن ishki namozni o'qib farig' bo'lgandan keyin yaqulu bunda deydi اللهم حرم لحمي وشعري ودمي وعظمي وجميع جوارحي على النار ey Allah mening etimni et yani go'sht saç sakal bütün mo'yinlarimni qenimni isqonlarimni va bütün a'zolarimni o'tqa yani do'zaxga harom qilib o'tkaylar bütün vujudimni o'tqa harom qilib o'tkaylar ya arhamar rahimin va es'alulloh taala irda'ul husum yana Allah taoladan shu kishiga qarta da'vogarlar bo'lib qolsa husumatli bo'lganlar bo'lib qolsa shuni bir rozi qilib o'tishni tilaydi yani bu yerda shu haqqul ibad masalasi kelib chiqadi biz hajga berishdan burun bandalarning haq huquqini to'liq qaytarishga ahamiyat bildirish lozim dedik chunki man hajja falam yafsuq va lam yarfus raja'a kaman waladatu ummuhu degan hadis yani onadan tug'ilma bo'ldi degan hadis bu illa huququl ibad deb ashunda bir chap qo'yamiz shunga Allah Taoladan shu da'vogarlarimni menda haqqi qolgan kishining bir xil usulda bir rozilik qilgan qilvaslar tilaydi yani o'zi rozi qilmagan bo'lsa ularni haqqini qaytarib olmagan ahvol bo'lsa shunning rozilik qilgan bir ishni muvaffaq qilsalar masalan o kishi ajib ketgandan keyin uni haqiqiylari bo'tan bu o'titay deb ko'ngliga saslar degandek فإن الله تعالى وعد ذلك لمن طلبه في هذه الليلة çünkü Allah Taala mush kechse ashunda da'vogarlarimni rozi qilasizlar deb tilagan kishiga tilagini ijobat qilganligi va'da qilgan u aziz ro'yinda kelgan erpatda duo qilganlarni duolarni ijobat qilgan chog'da Allah Taala men hamma gunohimni mag'firat qilyaptim faqat lam aranglardagi bir-birlarini haqqini sirtida deydi Anda Muzdalifaga borgan chog'da duo qilsa, Muzdalifada ijobat qilgan chog'da aranglar bir-biringlar qarta bo'lgan haq huquqni uni ma'qul qilyaptim deydi. Yoki ashunimi insonlar o'tizilgan shaklda, gadindan tushib ketgan shaklda bir xil urlashtirdi Alloh taolo degan mazmunda ajra hadis kelgan. Shuni demoqchi. ويستحب أن يقف بعد صلاة الفجر مع الإمام ويدعو biz yuqorida turishning o'zi vojib dedik shunami an va'da qilsama imom bilan birga turib bomdatdan keyin duo va zikr qilishi mustahab dedi as oyatning o'zida bu zikr qilish vojibdek bir ma'no fazkurulloh lekin turish hamda zikr qilish uchun turish shart yani turmasa zikr qilolmaydi dedi shunga vojib dedik desa va zikr qilishni mustahab aşağıda zikir kılışın vacip desek ayetlerimizde beklek şudur. Namazdan bundan bir zikir var. Yani namazdan ve banda şu namazın üzerine zikir desek mi? Şudur. Dikkat yani namazda ya da hazır namazdan keyin imam bilan bildirib dua qilishi mustahab çünkü fazkurullah indan maşallah dedi ma. Şimdi namaz o'qildi bu. Zikir tamam bo'lib qoldi degan ma'noda agar siz degan bo'lishsiz. Fazkurullah degan yani namazdan boshqa. Demak, müşriklar mesela Quraysh Muzdalifada turibdi.
Kureysh'ten başkalar Arpat ko'rib, Arpatdan qaytib keldi. Arpatdan qaytib kelganda bu Muzdalifada turib olgan hummus bilan uchrashdi. Shu chog'dan ham uchrashgan chog'da biz faloni jamoatning bolalari ba'zi o'zining ota bobolarini, ularning qilgan ishlarini qilib bunda ko'ranglaydigan bir nima bor edi. Ular bu yerda Alloh taolani zikr qilinglar. Ota bobolarini qilmaydi. Emre aytadigan Fezkurullah kezikri abaikum ev eşedde zikra. Emre aytadigan yani Allah'ın zikri kılınlar. Ata-boğullarınlarını, biz falanı, kavim cemaatin, bizim ata-boğullarının başına kıyganda fakirlindiğen cahiliyeden uğradan emas diyen mezmun susun. Hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bundan namaz okuğan iken meşahede turup alem yurgan kadar dua ve zikri tutuğan. ويستحب أن يكبر ويهلل ويلبي ويقول مش موقف tutuğan çağda tekbir edip, tahlil edip, telbiyat olup, tesbih edip, turşu müstehab. Muşuna mezmunda dua kıldı. Allahümme ente hayra matlub. Ki Allah sen talep kılınganlarının en evzili. Ve hayru mergubun ileyh. Aldık verildiğin, yüzüldüğünlarının en evzili. İlahi li kulli vafdin caizetun. İlahim her bir kâgen kişi için bir mükafat var, tartık var. Vakira bir ziyafet mi var? Nimen ziyafeti. Fec'al caizeti ve kiraya fi hâzel makami en tetekabbele tevbeti. Muşu urunda menin mükafatını ve ziyafetini tevbemini kabul kılışın ibaret kılıvetkeyla ve tetecaveze an hatiyeti günahlarını mağfiret kılıvetişin ibaret kılıvetkeyla ve tecma'a alel huda emri varlık işlerini hidayet üstüde kılgayla ve tec'alel yakine mined dünya hemmi dünyadan saf ve sağlam keskin iman bilen çıkışını bütün dikkatim kıygayla, bütün ümidim kıygayla. Allahümme erhamni ve ecirni minen nar. Ey Allah bana rahmetli isla ve beni dozaktan panalandı isla. Ve evsi aleyye rizqal halal. Bana kan rizq bervetkeyla. Allahümme la tec'alhu ahiral ahdi bihâdel mevkif. Beni muşturuşumda, muşcayda ahir katan turuşup koymuşlar, yani tilişkini sıkışlar. وَرْزُقْنِيهِ أَبَدًا مَا أَحْيَيْتَنِي. Yani hayatla kılıdıken Allah kayıt kilişke nasip islah. Birahmetike ya erhamer rahimin. Amin. Muşunda ve muşunga okşuz duanı kıldı. Biz ötken diyendek bu Mina Arfat Muzdalifa'da azlan bir kısım dua Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kelgen pağıldıran mısa kən koyutilgan ixtiyari dua şu salaflarimizdan, ulamalarımızdan kelgan duanı tezi buldu. Qala al-Muzdalifatu kulluha mawqifun illa wadi muhassir. Muzdalifa'nın hem mertusu buldu. Jabal Quzah'nın qaytırış avzal onun başqa tus buldu. Faqat lam wadi muhassir tus bo'lmaydigan joy. Çünkü bu Muzdalifa'dan emas. بقوله صلى الله عليه وسلم المزدلفة كلها موقف إلا وادي محسر. مزدلفة كتابة أماس أجر مشبط محسر دو ترب قاسا مزدلفة تغم بميدو. روانا أن ابن عمر رضي الله عنه كان يحرك راحلته في بطن محسر كقدر رمية بحجر. Bir taşını assa itibariyle şu arlıkta 50 metreden 100 metre kadar yani arlık buldu. Şu arlıkta İbn Umar radıyallahu anh Muzdalifa'da Mina ketip atkan çağda şu arlıktan şu Vadi Muhassir'de ötken çağda uluğunu dirtipti. Tıs ötep tirişti. Bu muvattada biz okuduk bunu. Bu seyyad ismi şunake Resulullah'ın suyatını tizli terk etken. Şu Cabir radıyallahu anh'ın uzun hadisi de Sahih Müslim'deki hatta ata batna muhassirin faharraka qalila. Batna muhassir kelgan chaqda sal tizlatdi. Yana İmam Tirmizi rivoyat qilgan va Shayx Albani saydigan bir hadisda Cabir radıyallahu anhudan keldi. Anna Nabiy sallallohu alayhi vasallam awda'a fi wadi muhassir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shu vadi kelgan chaqda tizrak chaptirgan.
Yani hadiste, kitaptaki hadiste bir tuzan bulmaydigan mazmun çıktı. Nima uchun tusi bo'lmaydi, nima uchun tizmek ötep ketadi için? Çünkü bu joyda kafirlarga azap tushgan joy. Bazı ulamalar şu Tayran Ababil Ashabil Filni bombardıman qilgan joyda tahlil qilgan. Yani bazılar bu yerda Hristiyanlar hajga kelgan chog'da va'da muhassab turibdi. Yani biz Müslümanlar ahli kitap qarshi kafirlik, müşriklik qarshi ish tutgan bo'lg'achqa bu yerda o'xshab qolmaydi. Yani shunda tursak, bir ahli kitap o'xshab qolmang deb ya turmang degan mazmun chiqdi deydi. Ba'zi bir rivoyatda bir kishi shu joyda o'g'ilganligi uchun osmondan bir o't tushib kuydirib ketgan. Şuna vadinlar deb atılgan. Şuna Samud ve başka kavmlarga azap tushgan qavmning diyoriga borgan chog'da Rasululloh bu yerga kirmanglar, sizga ashula tushgan azap kelib qolmasin. Kirsanglar magar yig'ilgan holat kiringlar degan. Çünkü bu yerda turib qolsa, olimlarni sanga birinqidek bombardimon bo'lib ketib qoldi. Azap tushib bo'lib qolishi mumkin. Mesela batna oranada to'sib olmaydi olsa, ba'zi ulamalar deydi, shayton ko'ranga yatdi bu. Shuna to'sib olmaydi deydi, shunga o'xshasham. Muhassir, nima uchun muhassir deb atalgansa, shu chog'da shu fil, shular ashyoda to'silgan, yoki shu yerda shunda bombardimon qilingan bo'lg'achqa. Vallohu a'lam bis-savob. Subhanakallohumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka va atubu ilayk.